Bugungi ko'rsatuvimiz yana bir qiziq iqtisodiy va qaysidir ma'noda korrupsiyani oldini oladigan tamoyillardan biriga bag'ishlanadi. Bu davlat xaridlari haqida. Endi buni juda ham jiddiy masala ekanligini davlat tizimida ishlaydiganlar yaxshi bilishadi, lekin oddiy aholi ham bu haqda bilimga ega bo'lsa yomon emas. Bugungi ko'rsatuvimizda mamlakatimizda eng og'riqli nuqtalardan biri bo'lgan davlat xaridlari haqida gaplashamiz. Raqamlarga e'tibor bering. O'zbekistonda har yili 2 millionga yaqin shartnoma tuziladi. Lekin ularning 2-4%ginasi nazoratdan o'tar ekan. Qolgan 96%chi u yerda nimalar bo'layotganini tasavvur qilish ham qiyin emas. Bugun ba'zi tizimlar shunchalik ochiq va surbetlarcha ishlayaptiki, agar tender bo'yicha surishtiruv qilinsa, sizga ochiqchasiga bu yerga aralashmang, hammasi allaqachon hal bo'lgan degan javobni olishingiz mumkin. Xo'sh, bu hal bo'lgan ishlar ortida qanday skemalar yotibdi? Birinchi misol sifatida eskini yangi deb sotish keltirish mumkin. Elektr tarmoqlari uchun yangi anker ustunlar olinishi kerak edi. Misol, pul ajratilgan, hujjatlar tayyor, lekin amalda nima bo'lyapti? Eski zanglagan ustunlarni shunchaki bo'yab, yangi deb rasmiylashtiriladi. Natijada deyarli hech qanday xarajatsiz milliardlab mablag' kimlarnidir cho'ntagiga oqib ketadi. Bu misol. Ikkinchi misol keltiradigan bo'lsak, narxni sun'iy oshirish. Oddiygina ko'krak nishonlari uchun futlyarlarni olaylik. 12 mingta futlyar uchun bozor narxida bir necha barobar baland summa yozilgan, farqi esa tayyor shapka. Davlat xaridlaridagi 3-chi asosiy sxema ishlaydi. Fantom tovar. Ya'ni qog'ozda bor, lekin hayotda yo'q. Masalan, qurilish materiali yoki oziq-ovqatga ishlatildi deb yoziladi. Aslida esa umuman olib kelinmagan. Yana bitta tamoyilni sanab o'tamiz. 50 ga 50. Ya'ni tovarni yarmi keladi-yu, qolgan yarmi esa pul ko'rinishida arra qilinadi. Sifatni almashtirish. Hujjatda eng qimmat va sifatli mahsulot, amalda esa eng arzon mahsulot. Oradagi farq esa sof foyda. U ham firibgarlar o'rtasida bo'linadi. Eng achinarlisi, buni hamma ko'rib turibdi, lekin hamma sukut saqlayapti. Endi ko'rsatuvimizning keyingi qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda tizim qurbonlarimi yoki merosxo'rlari? Korrupsiyaning ichki dunyosi. Xo'sh, nega bu illatni tag-tugi bilan yo'qotish shunchalik qiyin? Ko'pchilik hamma shartnomani bitta qo'ymay tekshirish kerak deydi. Lekin keling, reallikka qaytamiz. Yiliga millionlab yangi shartnomalar imzolanmoqda. Hatto mamlakatdagi barcha nazorat organlari uyqudan voz kechib, faqat shu bilan shug'ullansa ham bu muammoni okeanning suvini piyola bilan to'kkanday gap. Xo'sh, buni yechimi qayerda? Ko'pchilik buni raqamlashtirish va texnologiyalarda ko'rmoqda. Ammo muammoni faqat tizimda emas, muammo bizni fikrlashimizda. Cho'ponlar haqida rivoyatni bir eslang. Biri podani oldida boshlaydi, ikkinchisi orqasidan. Sababini so'rashsa, ikkalasi ham bir xil javob beradi. Menga shunday o'rgatishgan. Korrupsiya ham xuddi shunday meros. Ya'ni xodim tizimga kiradi va o'zi istamasa ham o'sha yerdagi o'yin qoidalariga moslashadi. Chunki muhit shuni talab qiladi. Bu tarbiya va madaniyat masalasi. Aslida pul topishning 3 ta yo'li bor. Birinchisi halol mehnat va yuqori malaka. Misol uchun bir yaxshi xirurg olaylik. Ikkinchisi tadbirkorlik va qiymat yaratish. Bu biznes. Va uchinchisi eng osoni tizimga yopishib olib, uni sog'ib yotish. Afsuski bizda hozir o'sha 3-chi holat ko'plab ko'rilyapti. Eng qimmat mashina minib yurgan, to'polonchilik qilayotgan odamlarni, farzandlarini, otasini surishtirsangiz, u tadbirkor ham, xirurg ham, olim ham emas. Qaysidir davlat idorasida hattoki yuqori mutasaddi emas, lekin moliyaviy
tamoyillarni ishlatadigan odamni farzandi bo'lib chiqadi. Afsuski ko'pchilik 3-yo'lni tanlamoqda bugungi kunda. Bu yerda faqat oluvchi emas, beruvchi ham aybdor emas. Biznes vakillari halol yo'l bilan raqobatni yutib bo'lmaydi degan tushunchani bilan yashashga o'rganib qolishgan. Dunyo tajribasi bunda nima deydi? Rivojlangan davlatlarda bunga qarshi sun'iy intellekt kurashmoqda. Tizim shubhali aloqalarni, qarindosh urug'chilikni va asossiz narxlarni soniyalar ichida avtomatik ravishda aniqlaydi. Bizda ham yangi qoidalar, attestatsiyalar joriy etilyapti, lekin bir savol ochiq qolmoqda. Agar odamning ichidagi dastur eski bo'lsa, yangi sertifikat nimani o'zgartiradi? Eng achinarlisi, ko'pchilik korrupsiyaga qarshi emas, balki o'sha korrupsion skemadagi o'zi yo'qligidan xafa. Odamlar hatto mayli o'g'irlasa ham ishni sifatli qilsin deydigan darajaga kelib qolishgan. Yo'llar quriladi, pul o'g'irlangan, natijada esa bir mavsumga ham yetmasdan yo'llar dabdalasi chiqib ketadi. Mana shu zarar xalqni sabr kosasini to'ldirayotgan asosiy omildir. Yana bitta tamoyilli yetmasdan ilojimiz yo'q. Mayda lotlarda katta o'g'irliklar va tender havaskorlari haqida aytishimiz kerak. Ko'pchilik korrupsiya faqat milliardlab mablag' ajratilgan yirik qurilishlarda yoki davlat loyihalarida bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin kuzatuvlarimiz shuni ko'rsatadiki, butunlay boshqa manzarani ko'rsatadi. Qiziq bir fakt. Korrupsiya aynan kichik va o'rta lotlarda ko'proq ildiz otgan. Nimaga? Sababi oddiy. Yirik loyihalar doim nazoratda bo'ladi. Ularni hamma kuzatadi. Kichik xaridlar esa umumiy oqim ichida ko'rinmay ketadi. Hatto 5 million so'mlik lotdan ham kimdir o'z ulushini qirqib qolishga harakat qilayotgani achinarli reallik. Buni anglashning bitta yo'li bor. Xuddi pandemiyadagi kabi testlar kabi tekshiruvlar sonini oshirish kerak. Qancha ko'p tekshirilsa, shuncha ko'p illat yuzaga chiqadi. Bir zavod uchun tender o'tkaziladi. Tovar keldi, lekin qabul qiluvchi bu o'sha emas deb janjal chiqaradi. Ish sudgacha boradi. Natijada nima aniqladi? Bir-biriga bog'liq kompaniyalar guruhi doimiy ravishda tenderlarda yutib kelgani ma'lum bo'ladi. Sxema oddiy. Yetkazib berish muddatini juda qisqa qilib ko'rsatishadi. Boshqalar bunga jur'at qila olmaydi. Amalda esa muddatni buzishadi. Lekin tizim ichida shartnomalarni sozlab, go'yoki hammasi vaqtida bo'lgandek rasmiylashtiriladi. Ko'pchilikda bir savol tug'iladi. Agar oddiy odamga o'sha korrupsion imkoniyat berilsa, u nima qiladi? Afsuski, mentalitetimizda bir illat bor. Afsuski, imkon topdi deguncha harom pul topishga rozi bo'ladiganlar talaygina. Ammo bu botqoqdan chiqishning yo'li bormi? Korrupsiya tizimini tanqid qilishning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. Albatta qarshiliklar bo'ladi. Ba'zilar siz bilan ishlashni istamay qolishi mumkin. Lekin maqsad shunchaki ayblash emas. Maqsad muammoni ko'rsatib unga aniq yechim berish. Faqat tanqid bilan ish bitmaydi. Bugungi yondashuv o'zgarmoqda. Muammoni ochiq aytish, xalqaro tajribaga asoslangan yechim taklif qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va eng muhimi, bu harakatlar samara beryapti. Agar ilgari ekspertlarning gapiga quloq solinmagan bo'lsa, hozir ba'zi takliflar davlat darajasida qabul qilinmoqda. Bu jarayon to'xtamaydigan kurash. Bir tomonda korrupsiya sxemalarini o'ylab topayotganlar, ikkinchi tomonda esa uni cheklashga urinayotgan shaffof tizim tarafdorlari. Bu kurashda kim g'olib chiqishi esa faqat qonunlarga emas, har birimizni tanlovimizga bog'liq. Ertangi kunni shaffof qilmoqchi bo'lsak, bugun jim turmasligimiz kerak. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, qarz ikki qo'ldan chiqadi.